Mexanika Tiko'da avtomat qilyapmiz akalar mana. Tiko ishqibozlar uchun bu video. Kecha bitta Tiko oldik, mana shu qizil Tikoda olindi. Bu koreyskiy. Mexanika holatda o'zi turishi hozir. Buni avtomat qilamiz. Avtomat qilish uchun nima-nimalar ketadi? Bitta ko'rsatib chiqaman. Bu zapchalar akalar sotuvda yo'q. Vashshe noyob zapchalar, o'zim Tikochilar bilishadi. Bizga bir komplet kelib qolganda ehtiyot qilib olib qo'yilgan ekan. Hozir bitta sherigimiz oldilar. Mana shu mashinani xudo xolisa avtomat qilyapmiz. Bunga mana korobka ziboriy holatda bunaqa mahaviy gaykodlarni olib berilgan. Granatalar almashadi. Skorichagi, mana u podushkalari, kranshtenlari, mana tablosi. Radiatorda farqi bo'ladi mana. Yog' kirib ketadi. Unga. Keyin mana pedali, yana mayda chizolari xullas. Kranshten, mana shu avtomat podushkalari deyiladi. Xullas hamma zapchasi bor buni. Simpimlari, miya xullas, troslari, speedometer troslari, gaz troslari hamma zapchasini almashtiramiz buni. Mana shu Tiko'da xudo xolisi mexanika hozir avtomat qilib yurgizamiz. Shu zapchaslar qiziq bo'lsa, bunda to'g'risi yo'q, bizda boshqa yo'q, mana bir komplet xolos. Lekin Koreyada bor, topsa bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqa chiqsalar ham bo'ladi. Xudo xolisi mana shu komplektini topib, sizlarga olib kelib berishimiz mumkin. Bu mashina xudo xolisa bir 2 kun 3 kunda bitadi. Bitganidan keyin minib avtomat holatda ko'rsatamiz akalar.